Motorhead hududidan 4 sotixli hovlimiz sotuvga chiqyapti. 3 ta qavatdan iborat, birinchi, ikkinchi va podval qismlari. O'zining ashug'i besetkasi ham mavjud. Mashina qo'yish uchun joylari bemalol, u yoqda ham joy bor. Fasadimiz, e'tibor bering, travertin toshdan qilingan. Hovlimizda anchadan beri hech kim yashamagan, deyarli hech kim yashamagan remontdan keyin yuring obzorini ko'ramiz. Birinchi qavatimizda kirib kelishimiz bilan mana oshxona, bu yerda kattalar yotoqxonasi, bu yerda esa juda ham katta bo'lgan mehmonxonamiz mavjud. Keling, mana o'zining yumshoq zonasi, stul zonalari va juda ham katta bo'lgan televizor, hamma narsa ko'rib turgan narsangiz uyda qoladi. Mehmonxonamizga bemalol 20 kishi, 30 kishi ham mehmonga chaqirishingiz mumkin. Endi esa oshxonamizni ko'ring. Oshxona ham juda ham chiroyli. Hamma mebellari, texnikalari mavjud. O'tiradigan zonalari ham bor. Uyimizda deyarli hech kim yashamagan, yaqin oradan boshlashgan yashashni. Bu yerda esa birinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi o'zining sanuzeli bilan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham hamma jihozlari, mebellari bor, hamma narsasi qoladi. Mana bu yerda o'zining sanuzeli ham mavjud. Uyimizning hamma joyi issiqxona bilan jihozlangan, podvali, birinchi, ikkinchi qavat hammasi issiqxona bilan jihozlangan. Endi ikkinchi qavatni ko'ramiz. Bu ikkinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatimizda 3 ta yotoqxona mavjud. Bu hol qismimiz. Bu yerdan esa balkonga chiqib bemalol mahallani kuzatsangiz bo'ladi. Mahallaga e'tibor bering. Hammasi juda ham chiroyli, yangi hovlilar qurilgan fayzli mahalla. Bu yerda esa 2 ta kattalar yotoqxonasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham hamma jihozlar bilan jihozlab qo'yilgan. Ikkinchi qavatda hech kim yashamagan deyarli. Bu esa umumiy sanuzelimiz ikkinchi qavat uchun. Bu yerda yana bitta kattalar yotoqxonasi. Mebellari yangi, hamma narsasi endi qo'yilgan. Uyimizda deyarli hech kim yashamagan, shunday turgan uy. Endi esa juda ham katta bo'lgan 3 ta bolaga mo'ljallangan bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, o'tirish uchun hamma sharoitlar mavjud. Bemalol bolalarimiz uchun bu yerda o'zining sanuzeli ham mavjud yotoqxonamizda. Endi esa podval qismini bitta ko'raylik, keyin narxini aytaman. Kalkulyator tayyorlab turing. Narxini so'nda aytaman, o'zingiz hisoblab olasiz. Bu esa podval qismimiz. Bu yerda ham bemalol yashash uchun hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu hol, stul, yumshoq zona, hamma narsasi mavjud. Bu yerda yana 4 ta kravat qo'yilgan mehmonlar uchun yoki kelib o'zingiz dam olishingiz uchun. Bu yerda esa uyimizning yuragi, ya'ni kotelnisi joylashgan. E'tibor bilan qarang. Juda ham sifatli tarzda qilingan hamma narsa. Eslatib o'taman, podval ham to'liq ravishda issiqxona bilan jihozlangan. Bu yerda yana ichkarida yana bitta xona mavjud. Bu yerga ham bemalol trenajyorniy zal yoki qanaqadir bilyardni stolni nimadir qo'yib bemalol foydalanishingiz mumkin. Uyimizning umumiy maydoni 4 sotiq, 3 qavatdan iborat 6 ta xona. Narxi esa 4 milliard 200 million so'm. Albatta savdosi bor.